bo'laydim, no boshqa. Qayt beshga tushma. Da, demak, bitta xato, ya'ni nimadir xato edi. Endi menimcha qaytganimiz bilan 6-etajga chiqib qolmasak kerak. Nimadir xato edi. Demak, bitta etaj pastga tushayotganmiz-da. Bitta etaj pastga tushayotganmiz, lekin har safar kirganda har xil ko'rinyapti menga, bilmayman nimaga. Har safar kirganimda xuddiki endi o'zi o'sha qochishga tayyorlanib turdim. Ichida bir kimdir oyog'i turadi lekin. Bir tomosha qilish kerakmidi kim ekan ichida? Nima ekan u? Uch yerda. Men lekin boya qanaqa anomaliyani o'tkazib yuborgan bo'lishim mumkin. Da menimcha o'sha oyoqdan keyin bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Yo, rasmda yo'q, hech narsa yo'q-ku. Da, bitta shu ekan anomaliya. Yana 6-etajga qaytdik. Yana 6-etajga qaytdik. Ya, tez. Isqirdi. Umuman kutilmagan joyda anomaliya berdi lekin bolalar. Konditsioner joyda aks yana o'ziga qaytdi. Masxara ovoz yo'q. Bu yerda hammasi joyda. Mana odam ovqat yeyapti haliyam. Yerdachi. Lekin hali biron marta bitta xonada ikkita anomaliya topmadim demoqchi edim yo mana. Hey, o'zing bos. Ikkita anomaliya topmadim demoqchi edim, men ikkita anomaliyam bor. Yaxshi. Maksimal menimcha bitta o'sha etajda ikkitagacha bo'lishi mumkin menimcha. Anomaliyalar. Muxtor, ha? Nima suvitchi banda? Suvitam anomaliyami? Yo, suvitni bizlar anomaliya deb hisoblanmaymiz. Bu yerda nimalar bor? Mas joydami? Da, mas joyda mana odam halim ovqat yeyapti. Nimadir xir etayotgandek. No, o'yinni o'zining orqa fondagi bir shovqini bor albatta. Unga qo'shimcha tarzda yana nimadir ovozi bor-da bolalar. Nima ekan lekin o'sha? Bu yerda anomaliya yo'qmi deyman, ha? Shaxmatda faqat oq donalar turibdi. Yo'q. Anomaliya yo'q o'xshabdi-da bu yerda. Yana nimadir tekshirsam